Dunyodagi eng g'alati qonunlardan biri. Singapurda shaxs chanash mumkin emas. Buning sababi Singapur ko'chalari juda toza. Shuning uchun u yerda shaxs chanash mumkin emas. Dunyodagi eng g'alati qonunlardan biri. Shvetsiyada qor ustida yurish man etilgan. Dunyodagi eng g'alati qonunlardan biri. Gretsiyada kompyuter o'yinlari o'ynash man etilgan. Gretsiyada kompyuter o'yinlari o'ynab o'tirgan odamni ko'rsa, unga jarima qo'llash ham mumkin. Dunyodagi qiziqarli faktlar. Islandiyada familiya yo'q. Odamlar otasining ismidan foydalanadi. Masalan, Jon o'g'li Jonson. Dunyodagi qiziqarli faktlar. Afrikada ikkita davlat bor, biroq dengizga chiqolmaydi. Bular Chad va Niger. Dunyodagi eng zo'r qonun. Masalan, 70 yoshdan o'tgan odamlar qanday jinoyat qilsa ham qamoqqa olinmas ekan.